O'zim haqimda biroz gapirib beradigan bo'lsam, men 2 yildan beri sun'iy intellekt bo'yicha ilmiy ishlar ustida ish olib boraman va ayniqsa men bu diagnostika sohasi bo'yicha ko'proq ma'lumot yig'ib o'tiraman. Menda tibbiyot bo'yicha maxsus mutaxassislik bor. Bundan tashqari men Yandexda spesifik loyihalar va sog'liqni saqlash bo'yicha loyihalar bilan shug'ullanaman va mening yo'nalishim meditsina bo'yicha. Shu sababli bugungi seminarda ham ko'proq meditsinaga yondashaman. Bundan tashqari men texnologiyalar va qanday qilib texnologiya orqali insonlarga yordam berishdan ruhlanaman va qanday qilib hayotni yana sifatliroq, yaxshiroq qilishni o'rganishni yaxshi ko'raman. Bundan tashqari, men bu yil birinchi marta Technovation komandasiga qo'shildim va o'zbekistonlik komandani mentori hisoblanaman. Next IT komandasi. Next IT komandasi a'zolari bu yerda bo'lsa, chatda qoldiring. Leksiyaga o'tishdan oldin kelinglar, sizlar bilan ham tanishib olsak interaktiv tarzda. Iltimos, yozib qoldiring, qaysi davlatdan va qaysi shahardansiz. A Sun'iy intellektdan foydalanish yo'llari qanday turli bo'ladi? Bu slaydda ko'rib o'tganimizdek, bu machine learning yoki large language models va shu kabi tillarda bo'lishi mumkin. Agarda sizda ushbu a, tajribalardan birortasi bo'lsa, chatda yozib qoldiring. Kundalik hayotingizda bu narsalarga duch kelgan bo'lishingiz mumkin, lekin aynan bu nomda nomlanishini siz bilmagan bo'lishingiz mumkin. ChatGPT haqidachi eshitganmisiz? Aynan LLM ChatGPTni ichi LLM ChatGPTni qamrab oladi. DeepSeek'ni ham bunga misol qilib keltirsak bo'ladi. Ya'ni bularni hammasi LLM Large Language Models'ni ichiga kiradi. Bu sun'iy intellektni katta tillar modeli hisoblanadi. AI for good ya'ni sun'iy intellekt jamoat uchun, ya'ni sotsial yaxshiliklarni yaratish uchun. Yandex va Yandex Bulut sun'iy intellektni yo'lga qo'ygan holda atrofdagi insonlarga yordam berishga harakat qiladi. Ya'ni sotsial muammolarni nafaqat meditsinadagi, balki a, biz boshqa sohalarda, masalan, olimlarga yoki hayvonlarni himoya qilishda shu kabi narsalarda ham ishlatish mumkin bo'ladi. Texnologiyalar markazida bu loyihalar haqida ma'lumot topishingiz mumkin. Bugun leksiyamiz davomida qanday qilib neyrotexnologiyalar vrachlarga yordam berishga ishlatilishini ko'rishingiz mumkin. Va bu orqali men sizlarga qanday qilib ushbu texnik proyektlarni biz amalga oshirishimiz haqida gapirib beraman va qanday qiyinchiliklarga duch kelishimizni ham aytib beraman. A, Qanday qilib biz ishlatgan metodlarni sizlar ham ishlatishingiz mumkinligini gapiramiz. Leksiyamiz nimalardan iborat? Bu birinchidan ishlab chiqish rejasi bo'ladi. Birinchisi bu maqsadimizni qo'yish, ya'ni qanaqa vazifalarni amalga oshirishimiz. Leksiyamizni asosi bu o'zini hech qachon AIga sun'iy intellektga bag'ishlab ko'rmagan insonlar uchun juda ham yordam berishi hisoblanadi. Bu buni hech qisi yo'q. Bu endi yo'lini boshlayotgan o'quvchilar uchun AIda juda yordam beradi. Qanday qilib sistemangizni qiyinlashtirish, qanday qilib a, o'zingizda bor ma'lumotlarni yaxshilash uchun ham bu leksiyadan foydalansangiz bo'ladi. A, Bunday modeldan biz Pinabifda proyektidan ham foydalanganmiz.
Birinchi maqsadimiz bu qanday qilib vazifalarni qo'yish mumkin. AI deganda ko'pchilik tushunadi, bu bitta qora quticha va unda juda ham a, ma'lumotlar ko'p va juda berkitilgan va bu juda ham zo'r narsa, insoniyatni qutqaradi, hammaga yordam beradi deb tushunadi. Lekin afsuski bu unaqa emas. AIni o'z loyihangizda ishlatish uchun a, qanday maqsadni va qaysi vazifani bajarayotganingizni aniq bilishingiz kerak. Masalan, a, masalan, siz yosh onalar uchun qanday qilib farzandlarini oziqlantirish uchun maxsus loyiha yaratmoqchisiz va buning uchun AIni ishga solmoqchisiz. A, Bunda siz klassifikatsiyadan foydalanasiz. Endi o'z yo'lini AIda boshlanayotgan insonlar uchun klassifikatsiya vazifasini tanlashni yordam beraman. Masalan, biror bir ovqatni unga taklif qilib, bu ovqat turi foydali, sog'lom ovqat hisoblanadi yoki yo'qmi deb, klassifikatsiyani o'rgatishingiz mumkin. Judayam, kattaroq, darajadagi, o'quvchilar uchun, yana bitta narsani ko'rishimiz mumkin. Masalan, ular o'ylashlari mumkin, biz hech qachon hech kim qilmagan vazifalarni, bajarmoqchimiz. Ya'ni, a, olimlar, va boshqa insonlar bajaradigan, vazifalarni. Lekin afsuski, a, siz birinchi o'rinda atrofingizdagi, sizni sohangizdagi insonlarni tajribasini o'rganib chiqishingiz kerak va biror bir vazifani amalga oshirishingiz uchun o'sha insonlar qanaqa xatoliklarga duch kelgan va qanday qilib qanaqa ma'lumotlarni yig'ganlarini, bilishingiz kerak. Buning uchun siz Arxiv.org, Google Scholar, ResearchGate kabi, maxsus saytlardan foydalanishingiz mumkin. Ular, Arxiv.org masalan, har xil statyalar, har xil ma'lumotlar, maqolalar chop etiladigan, sayt hisoblanadi va u yerda ilmiy maqolalarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. U yerda har bitta maqola har xil, rubrikalar bo'yicha, bo'limlar bo'yicha bo'lib chiqilgan hisoblanadi. Ularni ingliz tilida va juda ham qiyin texnik tilda ko'rishingiz mumkin. Lekin siz hammasini o'qib chiqishingiz shart emas. Siz maxsus Maths Dataset degan joyni kirasiz va u yerda, datasetlarni o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi yoki Image Annotations degan joyga kirib yoki Data Processing and Model Architecture, degan, joyga, ya'ni, modellarni arxitekturasi yoki qanday qilib ma'lumotlarni, processing qilish, mavzusi bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Maqsadlarni qo'yish bo'yicha Spina Bifida, loyihasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Spina Bifida bu, qiyin diagnostika qilinadigan patologiyalar uchun hisoblanadi. U, yosh tug'iladigan, kichkina chaqaloqlarda uchraydigan, kasallik hisoblanadi, va, juda katta ayanchli, sabablarga olib kelishi mumkin hisoblanadi. Va shu sababli spina bifidada, farzand dunyoga kelgunicha, ona qornitaligida, a, bajariladigan jarrohlik usuli hisoblanadi. Shu sababli bizda shunaqangi vazifa tug'ilgan, maxsus neyroset, yaratish, ya'ni neyrotizimni yaratish va spina bifida sindromiga bo'lgan ayollarni o'zi vaqtida aniqlash, bo'yicha maxsus neyrotexnologiya yaratish bizni vazifamiz bo'lgan. Va bu jamiyatga qanaqangi foyda olib keladi, ya'ni, shunaqangi patologik, belgilar bilan tug'iluvchi bolalarni, o'z vaqtida topib, ularni davolashda yordam berish hisoblanadi. Va ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham aniq, maqsad qo'yilgan, aniq muammo, tayinlab olingan, va biz, uni jamiyatga foydasini ko'rganmiz. Keyingi qadam bu, ma'lumotlarni qidirish va datasetlarni tuzish.
Chunki biz maqsadni vazifani aniqlaganimizdan keyin, ushbu vazifani amalga oshirish uchun ma'lumotni qayerdan topish kerak, degan savol paydo bo'ladi. Eng boshlang'ich, darajada siz qayerda topishingiz mumkin? Juda ham foydali resurs bu Kaggle hisoblanadi. U yerda maxsus ochiq datasetlar bor va datasetlar juda ham har xil mavzular bo'yicha yasab chiqilgan. Masalan, maxsus, datasetlar, ma'lumotlar, hayvonot olami, umuman, har xil meditsinaga doir mavzular hammasini qamrab oladigan, datasetlarni topishingiz mumkin va bu ma'lumotlarni siz bemalol, bepulga o'zingizga yuklab ham olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ekranda download tugmasini bosasiz va o'zingiz loyihangiz uchun yuklab olishingiz mumkin bo'ladi va u yerda har xil challenge'lar va, tanlovlar ham olib boriladi, ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari siz, o'zingiz yig'adigan ma'lumotlaringizni ishlatishingiz mumkin. Masalan, telefoningizni kamerasiga, aaa, rasmga olib, o'zingiz uchun ishlatishingiz mumkin, yig'gan ma'lumotlaringizni. Endi yuqoriroq darajaga o'tadigan bo'lsak, bu yerda siz nimalardan foydalanishingiz mumkin? Masalan, data.gov dan foydalanishingiz mumkin. Masalan, bunda biz, bir necha slayd oldin ko'rganimizdek, ya'ni maxsus, maxsus repozitoriydan foydalanganmiz, ya'ni, ma'lumotlarimiz to'planadigan joy. Masalan, mashinaviy o'rganish bo'yicha maxsus repozitoriyni ko'rib turibsiz, ekraningizda. Masalan, datasetlarimiz, yurak kasalliklari bo'yicha, ichimlik, a, ma ichimliklar bo'yicha yoki, ko'krak kasalliklari bo'yicha, va bu datasetlar sizda har xil vazifalarni amalga oshirishga yordam beradi. Undan tashqari siz, o'zingiz, olib borishingiz mumkin maxsus, o'rganishlarni. Bu yerda siz SWOTdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. SWOT, hamma uchun, veb, versiyasida va bundan tashqari o'zingiz, maxsus mustaqil foydalanishingiz mumkin. Yana bitta, qiziqarli servisimiz bu Segment Fencing. Segment Anything, ko'rib turganingizdek, suratlarni aniqlab, chiqishda yordam beradi va qiziqib ko'rishingiz mumkin. Stena belgilash uchun biz qanday qilib, topganmiz, ma'lumotlarni, bizda, maxsus, partnyorimiz bo'lgan bu, Rossiyadagi maxsus, ginekologiya, klinikasi va ular bilan hamkorlikda, biz ma'lumotlarni yig'ganmiz. Bundan tashqari, aytib o'tishimiz kerak, ma'lumotlarni o'zi, yetarli emas. Chunki biz suratlarga ma'lumotlarga bog'lab belgilab chiqishimiz kerak bo'lgan, masalan, patologiyasi bor, patologiyasi yo'q, yaxshi, yomon kabi kvalifikatsiyalarni suratlarga berib chiqishimiz kerak bo'lgan. Bundan tashqari, bu ma'lumotlar juda ham nozik ma'lumotlar bo'lganligi sababli biz, 50, 51 dan foydalanganmiz, va 51 da, biz ma'lumotlarimizni xavfsiz saqlashdan, ishlatganmiz. Endi, hozir o'rganib o'tgan narsalarimizni yanayam aniqroq tushunishga harakat qilamiz, ya'ni o'rganish modellari. O'rganish modellarida bu,
amaliy instrumentni ko'rsatishga harakat qilaman va har biringiz ushbu amaliy instrumentdan foydalanib ko'rishingiz mumkin. Bizda bir nechta platformalar bor. A Bu platformalarda siz, a a nafaqat, AI bo'yicha maxsus, tajribaga ega bo'lmay turib ham, shu platformalarda ishlashingiz, mumkin bo'ladi. Masalan, Teachable Machine'ni ichiga kirsak, nimani topishimiz mumkin? Masalan, Teachable Machine'ni ichiga kirsangiz, a xohlasangiz hozir yoki xohlasangiz leksiyadan keyin, servis bu low coding o'rganish bo'yicha servis hisoblanadi. Bu yerda, o'zingiz xohlagan, suratlarni, platformaga yuklaysiz. Bu yerda 3 xil o'rganish variantlari bor, lekin sizga rasmlardan boshlashga maslahat beraman. A U yerga masalan 2 ta kategoriya qilasiz. Sog'lom ovqat va nosog'lom ovqat. Sog'lom ovqatga sog'lom ovqat turlarini, ko'rasiz. Ya'ni, zararli bo'lmagan, foydali ovqatlar rasmlari va sog'lom ovqatlar oilasi deb o'sha, gruppani nomlaysiz. Ikkinchi kategoriya unhealthy food, ya'ni nosog'lom bo'lgan ovqatlar va bu kategoriyani ham nosog'lom ovqat deb, nomlaysiz va u yerga har xil nosog'lom ovqatlarni rasmini yuklaysiz. Va ko'rib turibmizki, ikkita qarama-qarshi guruhda, biz 2 xil qarama-qarshi kategoriyalarni ko'rib turibmiz. Va biz ko'rib turgan narsa bu aniqlash hisoblanadi, ajratish hisoblanadi. Qanday qilib, masalan, biz sun'iy intellektga, sog'lom ovqatni o'rgatish uchun maxsus rasmlarni beryapmiz va qanday qilib nosog'lom ovqatlarni ajratish uchun maxsus ma'lumotlarni, berayapmiz. Va shu sababli yodda tuting, qanchalik ko'p unga ko'proq ma'lumot bersangiz, shunchalik ko'p yaxshi modelingiz ishlashni boshlaydi. Eshitgan bo'lishingiz mumkin. O'rgatish davomida, o'rganish modellari, 100 tadan mingtalab, ma'lumotlar, rasmlardan topadi deb. Endi ikkinchi qiladigan ishingiz bu, o'rgatish. Ya'ni modelingizni o'rgatishni boshlashingiz kerak bo'ladi va train model, tugmasini bosasiz. A Batchlarni, post, va bundan tashqari, o'rganish, darajasini siz boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Bu vazifalarni bajarish uchun, optimal, vazifalarni bajarishni o'rganadi sizning modelingiz. Endi, testирование, ya'ni, a o'rganib ko'rish, ya'ni modelingiz ishlayaptimi yoki aniqlashingiz, ya'ni ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Shu sababli, modelingizga hali ko'rsatmagan birorta rasmni topasiz internetdan va o'sha, rasmni unga, yuklab ko'rsatib ko'rasiz. Ya'ni u aniqlay olayaptimi sog'lom ovqatni yoki aniqlay olmayaptimi? Ko'ryapsiz, ko'rganingizdek men juda ham ko'p rasmlar yuklamaganman unda, bu modelga. Va ko'ramiz u qanday qilib aniqlab beradi, bu foydalimi yoki foydasizmi. Va javobni ko'rib turibsiz, outputda model aniqlab bera oldi, bu, sog'lom ovqat. Real hayotda bu loyiha qanchalik, yaxshi ishlab ketadi, yo'q bilmayman, lekin ko'rib turganingizdek, umuman olganda, a a o'rganish usullari juda ko'p, va
qiyinroq modellar ham ko'p. Agarda siz, Teachable Machine'dan уже foydalanib olgan bo'lsangiz, qanaqadir qiyinroq loyiha yoki qiyinroq mutaxassisni, yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, sizga, TensorFlow yoki, Pythondagi, dasturlashlarni o'zingizni sinab ko'rishni, maslahat beraman. Bu haqida bafurcha gapirib bermayman, chunki vaqtimiz juda kam. Keyingi slaydga o'taman. Va, misol qilib gapirganda spina bifidida bizni, o'rganish modelimiz qanaqa bo'lganligini, aytib beraman. Ya'ni boshlang'ich, qadamda bu videodan olingan suratlar, a, YOLOni 8-darajasidagi, maxsus instrumentdan foydalanganmiz. Bu, UZIdan olingan suratdagi, patologiyani aniqlash yoki aniqlay olmasligi, va kaskad modellar orqali biz, am, o'rganib chiqqanmiz patologiya bormi yoki yo'qligini. Chatda savollarni ko'ryapmiz. Juda ham yaxshi savollar va juda xursandmiz. Teachable Machine servisiga yana qaytib boramiz. Ya'ni siz sinab bo'ldingiz, modelingiz ishlayapti, ishlamayapti va siz mamnunsiz modelingiz ishlayotganidan. Shunda siz Export Model tugmasidan foydalanishingiz mumkin va, modelingizni yuklab olishingiz mumkin. Masalan, JavaScript tarzida, TensorFlow JavaScript tugmasini bosish orqali o'zingizga yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu haqida, bafurcha maxsus YouTube videoda ham ko'rsatilgan. U yerda ko'rib o'rganib olishingiz ham mumkin bo'ladi. A, Spina Bifidada esa bu modelimizni qanday qilib integratsiya qilganmiz loyihamizga. Pythonda oddiy veb-sayt yaratilgan va modelimiz integratsiya qilingan, ya'ni Spina Bifidani aniqlovchi, model, integratsiya qilinib turib, a, modelimiz, yuklab olingan. Ko'rib turganingizdek, biz u yerga har xil, variantlarni, a, belgilashimiz, variantlarni yuklashimiz mumkin bo'lgan va, har bitta variantda, bizni, qiziqtiradigan, zona, ya'ni, o'zi qismidagi, bosh qismi, da biz o'rganib chiqqanmiz. Yoki yana bitta ko'rinishi bu maxsus qizil rang bilan, belgilangan, patologiya qismi hisoblanadi va u yerda, am, va nimaga aynan, o'rgatuvchi modelimiz buni kasallik deb hisoblashini, u, aytib beradi. Kelinglar endi, bugungi leksimizda nimalarni, o'rganganimizni, takrorlab chiqsak va, o'zingizda qanaqangi, ma'lumotlarni qoldirganingizni, eshitsak sizlardan. Bugun sizlardan nimalarni o'rgandik, nimalarni ko'rdik, nimalarni esimizda, qoldirdik va qanday qilib ularni loyihangizda amalga oshirmoqchisiz? Birinchisi bu, loyihangizni amalga oshirish uchun bu birinchi o'rinda vazifangizni aniqlab olish.
Masalan, aholining qanaqandir, a, qandaydir qismiga yordam berish. Masalan, onalarga yoki, onalarni, farzandlarni, farzandlariga g'amxo'rlik qilishda yordam beradigan maxsus loyiha yaratish kabi o'sha vazifalaringizni aniqlab olish. Sababli nimalarni qilmoqchiligingizni bilish juda muhim hisoblanadi. Va albatta har qanday modelni, ma'lumotlarsiz o'rgatish qiyin bo'ladi. Shu sababli ma'lumotlar bazasini tuzib chiqish va, o'zingizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni o'zingiz mustaqil ravishda yig'ish yoki deylik atrofdagi insonlardan so'rab, ma'lumot yig'ish yoki, a, maxsus, manbalardan foydalanish, hammasi, variantlar hisoblanadi. Bunaqangi variantlar juda ham ko'p. Siz ma'lumotlarni yig'ishda foydalanishingiz mumkin ulardan va modelingizga ma'lumot yig'ganingizdan keyin uni qanday qilib o'rgatishingiz kerak. Sizga maxsus instrumentlarni misollarini ko'rsatib o'tdik va, albatta birinchi o'rinda endi boshlayotganingizda, eng oddiy, instrumentlardan foydalanishingizni, maslahat beramiz va eng oddiy instrumentlarga misol, bizni slaydimizda ham ko'rsatib o'tilgan. Ulardan foydalanishingiz, mumkin bo'ladi. 4-si bu, modelni o'rgatish, ya'ni qanday o'rgatish. Biz ko'rsatib o'tgan misolda juda ham oddiy instrumentni ko'rsatdik. Bu yerda maxsus upload tugmasini bosish orqali, modelingizga kerakli ma'lumotlarni yuklaysiz va, unga, klassifikatsiya qilishni o'rgatasiz. 5-si bu, sinov, ya'ni, modelingiz qanchalik yaxshi ishlayotganligini va qanchalik yaxshi o'rganganligini sinov orqali, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 6-si bu, modelni, qanday qilib o'zingizni loyihangizga integratsiya qilish, qanday qilib, loyihangizga yuklash mumkinligini, ko'rib o'tdik. Va doimo yodingizda tuting, har qanday modelni, ertami-kechmi yana ham yaxshilash, yana ham, rivojlantirib borish kerak bo'ladi. Ya'ni modellarni rivojlantirib borish, bu bizni yana o'rganadigan sizlar bilan bitta mavzuyimiz. A, Ekranda ko'rib turganingizni siz bilasizmi? Bu kim? Bu Marie Curie hisoblanadi. Juda ham mashhur, tadqiqotchi olim va, Marie Curie'ni o'zingizga, namuna sifatida ko'rishingizni so'ragan bo'lar edim. Chunki, eksperimentlar qilish bo'yicha, a, nafaqat, har xil ilmiy sohalarda, balki umuman AIda ham, eksperiment qilish uchun imkoniyatlar, juda ko'p. Bu juda ham yaxshi, qilishingiz mumkin bo'lgan ishlarni ko'pligi. Har xil mavzularga, ekologiya, meditsina bo'lishi mumkin. Ta'lim sohasi bo'yicha. Moral holatni, yaxshilash uchun, sun'iy intellektni, qanaqa instrumentlardan foydalanish mumkin? Moral holat bu, tekst bilan, ma'lumot bilan, matn bilan ishlaydigan instrument hisoblanadi. Shu sababli sizga maslahat bergan bo'lar edim. Ya'ni, katta, i tilli modellardan foydalanishni. Chunki, aynan, matndan ko'proq foydalaniladi aynan shu loyiha bo'yicha.
Sun'iy intellektni loyihada foydalanishni qanchalik etikaga doirligini qanday qilib tushunish mumkin? Masalan, sun'iy intellekt hech qanday, tuyg'ularga ega bo'lmay turib, insonlarning tuyg'ulariga doir bo'lgan muammolarda yordam bera oladimi degan savol bo'ladi. Masalan, mental, sog'lik va sog'likka doir bo'lgan, loyihalarda, albatta etika prinsiplari bor, maxsus gaydlaynlar mavjud bo'ladi. Va qanday qilib, subyektdan etikani buzmagan holda foydalanish bo'yicha, maxsus yo'llanmalar bor. A shu sababli, shu ma'lumotlardan o'rganib chiqishingizni, albatta maslahat beramiz. Lekin umuman qilib, olib aytganda psixologiya, sohasiga, loyihalarni yaratish juda qiziqarli hisoblanadi. Va bu, bu sohada siz, juda ham, raqobatchilarga kam ega bo'lishingiz mumkin. Chunki ko'pchilik harakat qiladi psixologiya sohasida loyiha yaratishga, lekin, hammasini ham qo'lidan kelmaydi, effektiv tarzda loyiha yaratish. Va albatta, xavfsizlikni ham birinchi o'ringa qo'yish kerak. Aynan, sog'liqqa, psixologiya, mental holatga doir bo'lgan, loyihalarda sun'iy intellektdan foydalanishga qaror qilsangiz. Agarda siz, modelga yuklaydigan ma'lumotingiz video ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, modelingizni o'rgatish qiyin bo'ladimi? Sizga ko'rsatgan instrumentimda videoni ham yuklashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kompyuteringizda video yasab turib, modelingizga yuklab, o'sha videoni va uni o'rgatishingiz mumkin bo'ladi. Video bilan boshlang'ich etapda ishlash qiyin bo'lishi mumkin. Lekin video ham, o'z aslida suratlar yig'indisi hisoblanadi. Meditsina sohasida tajribasiga ega bo'lgan va programmist sifatida tajribangizga qarab, sport, sohasida uchraydigan eng ko'p, travmalar, qaysilar deb o'ylaysiz? To'g'risi men ekspert emasman bu sohada, lekin, juda ko'p hollarda bu, bo'g'imlar tortilishi, aaa, kabi narsalar uchrashi mumkin, lekin bu sportga qarab ham har xil ajralib turishi mumkin. Bir qaysi sportga borsa, unda qanaqadir maxsus travmalar uchrashi mumkin. Aynan, travmatologiya va reabilitatsiya uchun, sun'iy intellektdan foydalanayotgan bo'lsangiz, sizga maslahat beramiz. Aynan qaysi sport va qaysi soha bo'yicha qanaqa travmalar bo'yicha yordam bermoqchiligingizni aniqlab olishingizni maslahat beramiz. Ma'lumotlarni saqlash va integratsiya uchun qanaqangi, mm, sistemalarni, maslahat bergan bo'lasiz? Sizlarga, Yandex Cloud, bazasini maslahat bergan bo'lamiz. Yandex Cloudda ma'lumotlaringizni, saqlashingiz, ya'ni, bemalol saqlashingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston, Qozog'iston davlatlari uchun Yandex Cloud mavjud. Aynan o'zim ham Yandex Cloudda ishlaganim sababli ushbu platformani maslahat beraman. Qanday qilib sun'iy intellektni kattalar, kichiklar bilan, ishlashga o'rgatish va qanday qilib har xil yosh kategoriyalari bilan ishlashni o'rgatish mumkin.
Kattalar va yoshlar bilan, muloqot qilish sun'iy intellekt uchun, 2 xil har xil vazifa hisoblanadi. Shu sababli, sun'iy intellektga o'rgatayotganingizda, masalan, aynan biror bir muayyan yosh kategoriyasiga, am, fokus qilishingiz mumkin. Masalan, 1-4 sinfgacha bo'lgan yoshlar. Shu sababli, klientingizni, a ehtiyojini yaxshiroq qondirish uchun sun'iy intellektingiz bunga iloji boricha, aniq va iloji boricha, muayyan, guruhga kiruvchi ma'lumotni yoki, maqsadni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shu sababli aniq o'rganib chiqing, aynan nima bilan siz ishlamoqchisiz va qanday maqsadni amalga oshirmoqchisiz. Instrumentlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'zimiz, na mahsulotimizda biz Tablet'dan foydalanganmiz va bundan tashqari, savolga javob tariqasida Pythondan ham foydalanishni maslahat beramiz. Konsultatsiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, bemalol, biz konsultatsiyalarda ham, maslahatlashishimiz mumkin. Kontaktlarimizni organizatorlardan so'rashingiz mumkin. O'quv planini yaratish uchun AIdan foydalanish qanchalik, yaxshi bo'ladi yoki ekologiyaga doir bo'lgan loyihalarga doir. Aaa, Sign Language bo'yicha qanaqangi, sun'iy intellekt, instrumentidan foydalanish mumkin? Birinchi o'rinda, boshqalar tomonidan, boshqa, davlatdagi, shu sohadagi insonlar qanaqangi, tajribadan foydalanganliklarini o'rganib ko'rishingizni maslahat beramiz. Ular qanaqa tayyorlayotgan va qanaqa, yechim topganlarini. Chunki, Sign Language, da, u tayyor bo'lgan loyihalar bo'lishi mumkin va u yerdagi modellarni o'rganib chiqishingiz mumkin. Modelni nima uchun yaratish kerak? Model sizda, loyihangizni, maqsadlarini amalga oshirishda yordam beradigan narsa hisoblanadi. Masalan, deylik, hayvonot olamida yo'qolib borayotgan turlarni saqlash bo'yicha loyiha yaratyapsiz. Sizning modelingiz ushbu turlarni o'rganib chiqadi sizning yordamingizda va, o'sha yo'qolib borayotgan, hayvonlarni, aniqlashda, ularni
belgilashda, ishlaydi modelingiz. A, modelingizga nimani, bajar desangiz, unga nimani o'rgatsangiz, shunga asosan u ishlaydi. Suitsidga doir bo'lgan, fikrlarni yengishga yordam beradigan psixologik loyihalarda, a, sun'iy intellektni qo'llash bo'yicha savol. Birinchi o'rinda bunaqangi, fikrlar, bunaqangi, jiddiy psixologik, muammolar juda ham, a, tezkor yordam berilishini talab qiladi. Shu sababli modelingizga o'rgatishingiz kerak maxsus, qizil so'zlarni, ya'ni ushbu so'zlarni ko'rsa modelingiz ushbu suitsidga doir bo'lgan fikrlar paydo bo'layotganligini aniqlab, tezda xabar berishi kerakligi, a, kerak bo'ladi. Qanaqangi, model tillarini, o'rganish osonroq hisoblanadi? Machine learning bo'yicha tillar eng osonlardan biri deb hisoblayman. Ulardan boshlasangiz keyinchalik, qiyinroq, neyrotexnologiyalarni ham o'rganishingiz mumkin. Meetup Inventor'da afsuski men ishlamaganman. Shu sababli Meetup Inventor bo'yicha savolga javob bera olmayman. Interaktiv maxsus loyiha suvni tejash bo'yicha va atmosferadagi, a, u uglekislый, qoldiqlarni, yo'qotishda yordam beradigan loyihada sun'iy intellektni qanchalik effektiv tarzda ishlatish mumkin. Va bu loyiha tushunib turishim bo'yicha maxsus, maktab yoshidagi bolalarga qanday qilib suvni tejash bo'yicha, yo'llanmalar, o'rgatishlarni yo'lga qo'yish. Interaktiv, o'rgatishda siz dialog yoki matn tarzida olib borish mumkin. Shu sababli interaktiv deganimiz nafaqat inson, tinglashi, foydalanuvchi tinglashi va matnni o'qishi, balki, aaa, ya'ni sun'iy intellektdagi, dialogda, siz o'rgatmoqchi bo'lgan mavzuni o'rganishi mumkin bo'ladi. Ya'ni u savol beradi, foydalanuvchingiz qanday qilib suvni tejashi mumkin deb va, dialogda javob beruvchingiz u insonga javob beradi. Va albatta bu holatda, katta, til modellari yordam berishi mumkin bo'ladi sizga. Foydalanuvchilardan shaxsiy ma'lumotlarni saqlash uchun qanday qilib texnologiyalardan foydalanish mumkin, lekin umuman olganda
Shu sababli, texnologiya yaratayotganingizda, umuman olganda, bunaqangi nozik ma'lumotlardan foydalanmasligingizni yordam beraman. Ya'ni insonni tug'ilgan kuni, oyi, yoshi, shu kabi, nozik ma'lumotlarni iloji boricha, texnologiyadagi joylashtirmasligingizni maslahat beraman. Va agarda qanaqadir ma'lumotni yig'gan bo'lsangiz, datasetingizni maxsus, bulutli tizimlarda saqlashingizni maslahat beraman. Shu sababli, bu ma'lumotlar kattalashgan sari sizning kompyuteringiz uni, saqlab tura olmasligi mumkin. Cloud texnologiyalaridan foydalanishingiz mumkin. Figma bo'yicha savol, Figma приложенияsi bo'yicha men ishlamaganman. Feedbacklar uchun katta rahmat. Sizga leksiya yoqqanidan juda xursandman. Savollaringiz bo'lsa, doim javob berishga tayyorman.